Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana o'rtoqlar qaranglar. Masalan, aklodini umuman parolini, mijoz hech narsasini bilmaydi. Bunaqa holatda ko'pchilik na nomer, na boshqa narsasi bo'lmaydi. Bunaqa holatda bizning maxsus dasturlarimiz orqali biz ushbu iCloudda ofitsialni yechib tashlaymiz. Hozir mana продолжить bosdik va bizga maxsus kod beriladi. Mana o'rtoqlar. Xo'p, endi razрешить. Mana bizga maxsus kod berildi 170 646. Endi biz demak 170 646 maxsus mana kiritdik va okey. Wi-Fi o'chirdim. Va okey tugmasini bosdim. Mana o'rtoqlar qaranglar. iPhone X уже tozalandi. Demak, hozir ofitsialniy hech qanaqa sekretlarisiz iCloud qulfidan ochildi. Endi tekshiramiz. Mana serial raqami xuddi o'zi va ofitsialniy o'chirilganini bizga aytibdi. Mana o'rtoqlar ko'rib turganingizdek, off bo'lganini guvohi bo'lamiz. Endi bunaqa holatda qaranglar, xuddi shu holatida Tools dasturi orqali erase qilishimiz kerak bo'ladi. Mana o'sha erase qildik. Ko'rayotganingizdek va yana ofitsialniy endi bemalol ishlatsa bo'ladi mijozimizda. Ichida hech qanaqa iCloudda ma'lumotlari qolmagan holatda. Albatta bu xizmat hammasiga ham ishlayvermaydi. Datasi ya'ni o'chmagan holatda ishlaydi. Hozir tezroq yonsa sizlarga aktiv qilib ko'rsatib beraman. O'rtoqlar qaranglar. Endi mana ko'rayotganingizdek iCloud holatidagini so'rayapti. Endi Tools dasturimiz orqali aktiv qilamiz. Like bosib qo'yinglar videoga. Kimga yoqqan bo'lsa.